Ishku tumani Shavgon qishlog'ida ham o'zbek-tojik xalqlari azal-azaldan mehr-oqibat rishtalarini mustahkam bog'lashgan. Ular qondosh, jondosh. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan inson qadrini oshirish va odamlarni o'z hayotidan rozi qilish yuzasidan olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar qishloqda istiqomat qiluvchi ikki xalqning shukronasiga sabab bo'lyapti. Shavgonda tashkil etilgan tadbir katta xalq sayliga, do'stlik kechasiga aylanib ketdi. Unda so'z olgan viloyat hokimi Botir Zaripov O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston mamlakatlari prezidentlarining Xo'jand shahrida bo'lib o'tgan uchrashuvlari uch xalq o'rtasidagi ko'p yillik og'a-inichilik munosabatlarini yanada mustahkamlashi va bu davlatlarimiz taraqqiyotida katta o'rin tutishini alohida ta'kidladi. Shavgon qishlog'ida ham tojiklar ham o'zbeklar yashaydi. Tojikistondan kelin bo'lib tushgan yurtdoshlar bor. O'zbeklardan tojiklarga kelin bo'lib tushganlar bor. El avlod hammalari chambarchas bog'liqda. Hurmatli prezidentimizni Tojikistonda safarlari bizani juda ham quvontirdi. O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston davlat rahbarlarini birgalikda olib borayotgan ishlari biz o'zbek xalqlarini, biz tojik xalqlarini quvontirdi. Chunki qo'shning tinch bo'lsa, sen tinch degan gap bor. Mana shu qo'shni davlatlarimiz qancha tinch bo'lsa, biz tinch yashaymiz. Mana dasturxonga qarang, noz-ne'matlarga qarang. Bu bahorni bizga bergan tuhfasi, bu mana shu Navro'zni bizga bergan tuhfasi. Xalqlarimiz juda ham xursand, juda ham mamnun hayot guzaronlik qilyaptilar. Shavgon mahallasida 548 ta xonadon, 942 ta oila va ularda jami 3,5 ming nafarga yaqin aholi istiqomat qiladi. Davlatimiz rahbarining tashabbuslari bilan bugun mamlakatimiz bo'ylab millatlararo munosabatlar va diniy bag'rikenglik muhitini mustahkamlash borasida olib borilayotgan ishlar shavgonliklarni yanada quvontiradi. Mehribonona, samimona zindagi kardom aytdim. Hatto ba qiyofa ham o'zbek tojik یک خیل هست که کسی جدا کردن نمیتونه مراسم ما یک خیل از اول انعنه و قدریت های ما همش با هم خیلی وابسته خیلی یک خیل بینید حاضر چنان هم خرسند یکم کس کیفیت اینها دیده آدم فخر و غرور میکند که من در همین خیل دیار خوشبخت زندگی دارم. O'zbekiston ما خیلی رواج و رونق یافته شده است. Qadim sharq sivilizatsiyasi beshiklaridan biri sifatida asrlar davomida millatlararo totuvlik va bag'rikenglik maskani Buxoroda bugungi kunda ham 30 dan ortiq turli millat vakillari hudud ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy va ma'rifiy taraqqiyoti yo'lida munosib faollik ko'rsatishmoqda. Xususan, viloyatimizda 63 mingga yaqin tojik va 124 nafar qirg'iz millatiga mansub aholi istiqomat qiladi. Ular boshqa millat va elatlarning vakillari singari bir oiladek tinch totuv hayot kechirishmoqda. Millatlararo totuvlik, bag'rikenglik va do'stlik tarannum etilgan mazkur sayl ularni yana bir davraga chorladi. Yurtimizda turli millat va elatlar ahil inoq yashab kelmoqda. Shular qatorida yon qo'shni, jon qo'shni deydi. Tojik xalqi bilan birodarlik rishtalari kundan-da bardavom bo'lib kelyapti. Bunga bois ikkita davlat rahbarlarining oqilona siyosati, ikkita xalqning qadriyati, urf-odatlari, an'analari uzoq tarixga ega bugungi kunda bardavom bo'lib kelyapti. Bugungi bayram shodiyona barchamizga muborak bo'lsin. Milliy madaniy markazlarning urf-odatlari, kurash, arqon tortish, dor ustida yurish kabi milliy o'yinlar namoyishlari, folklor etnografik ansambllarining badiiy chiqishlari, kuy-qo'shiqlar, davra qurgan nuroniylar, do'stlik bog'iga yaxshi niyatlar bilan dastlabki daraxt nihollari qadalgani, barchasi qalblarni yanada bir-biriga bog'ladi.